Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomiz har biringiz uchun, ayniqsa hozirgi yoki kelajakdagi pensionerlar hamda ularning yaqinlari uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'ladi. Mavzu juda dolzarb va ko'pchilikni tashvishga soladigan bir savol atrofida aylanadi. Kimga katta miqdorda pul qo'shiladi va kim pensiya ta'minotidan deyarli hech narsa olmay qolishi mumkin? Bu savolga bugun to'liq va atroflicha javob berishga harakat qilamiz. Hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan pensiya islohotlari va o'zgarishlar tufayli pensiya miqdori bo'yicha katta tafovutlar yuzaga kelishi kutilmoqda. Ba'zilar ancha salmoqli summalarga ega bo'lsa, boshqalar o'zgarishlarni deyarli sezmasligi, hatto hech narsasiz qolishi ham mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotlarni e'tiborsiz qoldirmasdan diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Har bir so'z muhim bo'ladi. Agar sizda shu mavzuga oid savollar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Hozirning o'zidayoq ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki sizni yana ko'plab foydali ma'lumotlar kutmoqda. Asosiy muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nimalar o'zgargani keling. Avvalo, eski tizim qanday ishlaganini va hozirgi o'zgarishlar nimaga olib kelayotganini tushunib olaylik. Ilgari pensiya hisoblash tizimi ancha sodda va ko'pchilik uchun tushunarli edi. Asosan, fuqaroning ish staji va ish haqi miqdori pensiya miqdorini belgilovchi asosiy omillar edi. Ma'lum bir ish staji to'plagan va ma'lum bir miqdorda ish haqi olgan har qanday fuqaro asosan o'z mehnatiga yarasha pensiya olishi kutilardi. Ba'zida esa pensiya tayinlashda shunchaki yosh va staj yetarli bo'lgan holatlar ham uchrar edi. Har bir fuqaroning mehnat daftarchasi uning stajini tasdiqlovchi yagona va ishonchli hujjat hisoblanar edi. Pensiya miqdori esa asosan so'nggi 5 yildagi ish haqining eng yuqori ko'rsatkichlaridan kelib chiqib hisoblanar edi. Bu tizim bir qarashda adolatli ko'rinsa-da, bir qator kamchiliklarga ega edi. Masalan, ba'zi fuqarolar norasmiy ish bilan shug'ullanishi natijasida ish stajini tasdiqlashda qiyinchiliklarga duch kelishar edi. Shuningdek, iqtisodiy o'zgarishlar va inflyatsiya sharoitida pensiyalar yetarli darajada oshmasligi va aholining xarid qobiliyatini saqlab qolmasligi kabi muammolar ham yuzaga kelgan. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi yillarda mamlakatimizda pensiya tizimini isloh qilishga qaratilgan qator muhim qarorlar qabul qilindi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash, pensiyalarning adolatli taqsimlanishini yo'lga qo'yish va ularning aholining real ehtiyojlariga mos kelishini ta'minlashdan iborat. Endilikda pensiya hisoblash mexanizmi yanada murakkablashdi va ko'plab omillarni hisobga oladigan bo'ldi. Asosiy o'zgarishlardan biri shundaki, pensiya hisoblashda nafaqat ish staji va ish haqi, balki fuqarolarning pensiya jamg'armasiga to'lagan ijtimoiy sug'urta badallarining hajmi ham muhim rol o'ynay boshladi. Ya'ni kim qancha badal to'lagan bo'lsa, shunga mutanosib ravishda pensiya olish imkoniyati oshadi. Bu yangi tizim shartli bol yoki individual shaxsiy hisobvaraq tushunchalarini joriy etishga olib keldi. Bunda har bir fuqaroning pensiya jamg'armasiga o'tkazgan badallari va ularning investitsiyaviy daromadlari hisobga olinadi. Natijada eski tizimda adolatli hisoblangan ba'zi holatlar endi umuman boshqacha talqin qilinishi mumkin. Masalan, yillar davomida yuqori ish haqi olgan, ammo badallarni to'g'ri to'lamagan shaxs bilan pastroq maosh olgan bo'lsa-da, badallarni doimiy va to'liq to'lagan shaxs o'rtasida pensiya miqdorida katta farq yuzaga kelishi mumkin. Bu o'zgarishlarning barchasi sizning pensiyangizga bevosita ta'sir qiladi va shuning uchun bu jarayonlarni tushunish juda muhimdir. Kimga katta miqdorda pul qo'shiladi? Kim tashvishga tushishi kerak va kimga bunday xavotir olish shart emas? Endi esa eng asosiy savolga o'tamiz. Kimga katta miqdorda pul qo'shiladi va kim pensiya ta'minotidan umuman hech narsasiz qolishi mumkin? Keling, bu masalani batafsil ko'rib chiqaylik. Katta miqdorda pul qo'shiladiganlar toifasi. Bu toifaga asosan quyidagi fuqarolar kiradi. 1. Uzoq muddatli va rasmiy ish stajiga ega bo'lganlar. Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida rasmiy ravishda ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa va pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda ijtimoiy sug'urta badallarini to'lagan bo'lsangiz, pensiyangiz sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Yangi tizimda uzoq muddatli mehnat faoliyati va rasmiy ravishda olingan ish haqi yuqori baholanadi. Misol uchun, Ahmad aka 15 yoshda, u girdim yil davomida katta bir zavodda muhandis bo'lib ishlagan. Uning ish haqi doimiy ravishda yuqori bo'lgan va u barcha badallarni o'z vaqtida to'lagan. Eski tizimda uning pensiyasi oyiga 2 million so'm atrofida edi.
yangi hisoblash mexanizmlariga ko'ra uning uzoq staji va yuqori ish haqi asosida to'plangan pensiya ballari sezilarli darajada ko'paygan. Natijada uning pensiyasi oylik 2,5 million so'mdan 3 million so'mgacha oshishi mumkin. Bu yerda asosiy omil bu rasmiy. Uzluksiz staj va unga mutanosib ravishda to'langan sug'urta badallaridir. Uning yuqori ish haqi pensiya kapitalini oshirishda muhim rol o'ynagan. 2. Pensiya yoshiga yetgandan keyin ham ishlashni davom ettirgan fuqarolar. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, lekin ishlashni davom ettirib, ijtimoiy sug'urta badallarini to'lashda davom etgan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz qayta hisoblanganda sezilarli darajada oshadi. Har bir qo'shimcha yil uchun pensiya miqdoriga ma'lum bir foiz qo'shiladi. Bu rag'batlantirish mexanizmi bo'lib, iqtisodiyotda mehnat qilishni davom ettirishga undaydi. Misol uchun Gulnora opa 6 yoshida pensiyaga chiqqan. Ammo sog'lig'i yaxshi bo'lgani uchun maktabda o'qituvchi bo'lib, yana 5 yil ishlagan. Shu 5 yil davomida uning ish haqi pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda badal o'tkazgan. Uning dastlabki pensiyasi 5 million so'm edi. 5 yildan so'ng pensiyasini qayta hisoblash uchun murojaat qilganda, uning pensiyasi nafaqat inflyatsiya hisobiga, balki qo'shimcha ishlagan yillar uchun ham sezilarli miqdorda taxminan 2 million so'mgacha oshgan. Chunki yangi tizimda pensiya yoshidan keyingi har bir ish staji yili uchun qo'shimcha koeffitsiyentlar qo'llaniladi. O uchun maxsus sharoitlarda ishlaganlar yoki alohida xizmatlari bo'lganlar, ba'zi kasb egalari, masalan, yer osti ishlari, xavfli ishlab chiqarish, baland tog'li joylarda ishlaganlar, shifokorlar, o'qituvchilar, alohida unvonlarga ega bo'lganlar uchun pensiyaga chiqish shartlari yumshoqroq bo'lishi va pensiya miqdori balandroq bo'lishi mumkin. Shuningdek, davlat oldidagi alohida xizmatlari uchun faxriy unvonlar yoki mukofotlarga ega bo'lgan fuqarolar ham yuqoriroq pensiya olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Misol uchun, Temur aka ko'mir konida 25 yil ishlagan. Uning ishi sog'likka xavfli hisoblangan. Shu sababli u umumiy belgilangan yoshdan ancha oldinroq, masalan, akhir yoshida imtiyozli pensiyaga chiqqan. Hozirgi islohotlar doirasida uning pensiyasi qayta ko'rib chiqilib, nafaqat uning staji, balki mehnatining og'irligi ham inobatga olingan holda pensiya miqdori avvalgi 2 million so'mdan 2,3 million so'mgacha oshirilgan. Bu yerda asosiy omil bu maxsus mehnat sharoitlari va ularning pensiya hisoblashdagi qo'shimcha koeffitsentlaridir. Deb ijtimoiy pensiya oluvchilar, agar sizda umuman ish staji bo'lmasa yoki u yetarli bo'lmasa, lekin muhtojlik darajasi yuqori bo'lsa, masalan, o'quvchisini yo'qotganlar, nogironlar, 6 yoshdan oshgan yolg'iz keksalar, sizga ijtimoiy pensiya tayinlanadi. So'nggi o'zgarishlar bilan ijtimoiy pensiyaning minimal miqdori oshirildi. Bu esa ushbu toifadagi fuqarolarning turmush darajasini yaxshilashga yordam beradi. Misol uchun, Mastura opa 7,2 yoshda u hech qayerda rasmiy ishlamagan, umr bo'yi uy bekasi bo'lgan va yolg'iz yashaydi. Avvallari unga tayinlangan ijtimoiy pensiya juda past, deylik 700 ming so'm atrofida edi. Yangi qonunchilikka ko'ra, minimal iste'mol savati va boshqa ijtimoiy me'yorlar hisobiga uning pensiyasi sezilarli darajada, masalan, 900 ming so'mdan 21 million so'mgacha oshiriladi. U hech qachon ishlamagan bo'lsa-da, davlat unga ijtimoiy yordam ko'rsatishni kuchaytirmoqda. Kim pensiya ta'minotidan deyarli hech narsa olmay qolishi mumkin yoki uning pensiyasi minimal darajada o'zgaradi. Rasmiy ish stajiga ega bo'lmaganlar yoki uni tasdiqlay olmaydiganlar. Agar sizning ish stajingiz umuman bo'lmasa yoki u norasmiy bo'lib, uni rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlay olmasangiz, sizga mehnat pensiyasi tayinlanmasligi mumkin. Bu eng katta muammo hisoblanadi. Misol uchun, Lola opa 28 yoshda, umr bo'yi tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Ammo rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida badallar to'lamagan. Uning mehnat daftarchasi yo'q. Pensiya yoshiga yetganda unga mehnat pensiyasi tayinlanmaydi. Chunki rasmiy staji nolga teng. Agar u nogiron bo'lmasa yoki o'quvchisini yo'qotganlar toifasiga kirmasa, ijtimoiy pensiya olish ham qiyin bo'lishi mumkin. Uning ahvoli og'ir bo'lsa, faqatgina moddiy yordam dasturlariga umid qila oladi. 2. Qisqa muddatli norasmiy stajga ega bo'lganlar yoki badallarni to'liq to'lamaganlar. Agar sizda qisqa muddatli rasmiy staj bo'lsa, ammo ish haqingiz juda past ko'rsatilgan bo'lsa yoki pensiya jamg'armasiga badallar to'liq o'tkazilmagan bo'lsa, pensiya miqdori minimal darajada bo'ladi. Ba'zida ish beruvchilar badallarni o'z vaqtida va to'liq to'lamasligi holatlari ham uchraydi. Bu esa bevosita
fuqaroning kelajakdagi pensiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, Botir aka umumiy 8 yillik rasmiy ish stajiga ega, ammo bu yillar davomida u doim minimal ish haqi bilan ishlagan va pensiya jamg'armasiga badallari juda oz miqdorda o'tkazilgan. Yangi hisob-kitoblarga ko'ra, uning pensiya miqdori avvalgi kabi minimal darajada, ya'ni deylik takkim yetimcha 900 ming so'm atrofida qoladi. Uning pensiyasida deyarli hech qanday sezilarli o'zgarish bo'lmaydi. Chunki uning pensiya kapitali juda kam. Pensiyasi allaqachon maksimal darajada bo'lganlar. Agar sizning pensiyangiz avvaldan belgilangan maksimal darajaga yetgan bo'lsa va yangi islohotlar bu maksimal chegarani sezilarli darajada oshirmagan bo'lsa, sizning pensiyangizda ham katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Ba'zi fuqarolar oldindan yuqori lavozimlarda ishlaganligi sababli ularning pensiyasi allaqachon maksimal darajaga yetkazilgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, professor Orif aka 68 yoshda. U uzoq yillar universitetda ishlagan va uning ish haqi doimiy ravishda yuqori bo'lgan. Eski tizimda uning pensiyasi 3 million so'mga yaqin bo'lib, bu o'sha davr uchun maksimal chegaraga yaqin edi. Yangi islohotlar natijasida uning pensiyasi juda oz miqdorda, masalan, 3 million so'mgacha oshishi mumkin. Chunki u allaqachon mavjud me'yorlarning eng yuqori qismida turardi va yangi o'zgarishlar ko'proq minimal va o'rtacha pensiya oluvchilarga qaratilgan edi. Xulosa qilib aytganda, yangi tizimda asosiy e'tibor rasmiy mehnatga, pensiya jamg'armasiga to'langan badallarga va mehnat faoliyatining uzluksizligiga qaratilgan. Kim bu mezonlarga qanchalik mos kelsa, uning pensiyasi shunchalik ko'proq oshishi mumkin. Istisnolar, tuzoqlar va aniq bo'lmagan nuanslar pensiya tizimi murakkab mexanizm bo'lib, umumiy qoidalar bilan bir qatorda ko'plab istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslarga ega. Keling, shu masalalarni chuqur tahlil qilaylik. Yil. Ish stajini tasdiqlashdagi muammolar. Bu eng ko'p uchraydigan tuzoqlardan biridir. Ko'plab fuqarolar Sovet davrida yoki do'qin yillarda ishlaganlar. O'shanda hujjatlar tartibli yuritilmagan yoki korxonalar tarqatib yuborilgan. Natijada mehnat daftarchasidagi yozuvlar chalkash bo'lib, ba'zan umuman mavjud bo'lmaydi. Muammolar, agar mehnat daftarchangizda yozuvlar to'g'ri bo'lmasa, sizdan arxiv ma'lumotnomalari yoki ish joyidan ma'lumotnomalar talab qilinadi. Agar korxona mavjud bo'lmasa, arxivlarga murojaat qilish zarur. Agarda arxivlarda ham ma'lumot topilmasa, sudga murojaat qilib, ish stajini guvohlar ko'rsatmasi asosida tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bu jarayon uzoq va murakkab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni oldindan tekshirish va ularni tartibga solishni tavsiya qilaman. Masalan, Feruza opa umrining 15 yilini kolxozda ishlagan, ammo uning mehnat daftarchasida faqat kolxoz raisining muhrlanmagan imzosi bor. Pensiya tayinlashda bu staj inobatga olinmagan. Endi u kolxoz arxivini izlashga majbur. Agar topilmasa, eski hamkasblardan 2 nafar guvohlik berish uchun sudga murojaat qilishiga to'g'ri keladi. 2. Qayta hisoblash va indeksatsiya. Ko'pchilik pensiya miqdori avtomatik ravishda oshadi deb o'ylaydi, ammo bu har doim ham shunday emas. Indeksatsiya, ya'ni inflyatsiya darajasiga bog'liq holda pensiyalarni oshirish avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Biroq ish stajini qayta hisoblash, qo'shimcha stajni qo'shish yoki ish haqidagi o'zgarishlarni hisobga olish uchun ko'pincha fuqaroning o'zi pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi talab etiladi. Bu masalani ko'pincha e'tiborsiz qoldirishadi va natijada kamroq pensiya olishda davom etishadi. Muammolar, agar siz pensiya yoshiga yetganingizdan keyin ham ishlashda davom etgan bo'lsangiz, har 2 yilda bir marta yoki ba'zi hollarda tez-tez pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyangizni qayta hisoblatishingiz mumkin. Bu albatta pensiya miqdorini oshirishga xizmat qiladi. 3. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu turdagi pensiyalar ham o'ziga xos nuanslarga ega. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi qayta turmush qursa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Shuningdek, farzandlar 12 yoshga kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan bo'lsa, 23 yoshga to'lgandan so'ng pensiya olish huquqini yo'qotadi. Muammolar, ba'zi hollarda agar vafot etgan boquvchining ish staji ma'lum bir muddatdan kam bo'lsa, uning oila a'zolariga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlanmasligi mumkin. Shu sababli vafot etgan shaxsning ish staji va uning pensiya jamg'armasiga to'lagan badallari muhim ahamiyatga ega. 4. Nogironlik pensiyasi. Nogironlik pensiyasining miqdori nogironlik guruhi va ish stajiga bog'liq. Ammo bu pensiyaning yana bir muhim jihati shundaki, u doimiy emas. Belgilangan muddatdan keyin qayta tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinadi.
agar sog'liq holati yaxshilansa va nogironlik darajasi o'zgarsa, pensiya miqdori ham o'zgarishi yoki umuman bekor bo'lishi mumkin. Muammolar nogironlikni tasdiqlash jarayoni vaqt talab qiladi va ko'plab tibbiy hujjatlarni taqdim etishni talab qiladi. Ba'zan fuqarolar qayta ko'rik muddatini o'tkazib yuborishadi. Bu esa pensiya to'lovining vaqtincha to'xtatilishiga olib keladi. 5 xorijda ishlagan stajni hisobga olish. So'nggi yillarda ko'plab fuqarolarimiz chet elda mehnat faoliyatini olib bormoqdalar. Xorijda olgan ish tajribasi O'zbekistonda pensiya hisoblashda inobatga olish masalasi juda dolzarb. Muammolar. O'zbekiston ba'zi davlatlar bilan pensiya ta'minoti sohasida ikki tomonlama shartnomalar tuzgan. Agar siz shunday davlatda ishlagan bo'lsangiz, u yerdagi stajingiz O'zbekistonda hisobga olinishi mumkin. Ammo buning uchun tegishli hujjatlarni, ish staji, ish haqi haqida ma'lumotlar, soliq to'lovlari apostilli yoki legalizatsiya qilingan holda taqdim etish talab qilinadi. Agar shartnoma mavjud bo'lmasa, chet eldagi staj hisobga olinmasligi mumkin. Bu esa ko'pchilik uchun katta muammolarni keltirib chiqaradi. 6 tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar. Bu toifa uchun pensiya hisoblashning o'ziga xos qoidalar mavjud. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, pensiya uchun belgilangan minimal ijtimoiy sug'urta badallarini muntazam ravishda to'lab borishingiz shart. Aks holda stajingiz shakllanmaydi yoki to'liq hisobga olinmaydi. Muammolar ko'plab tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar bu badallarni to'lashga e'tiborsizlik qilishadi. Bu esa ularning kelajakdagi pensiyasiga salbiy ta'sir qiladi. Ba'zida ular soliqdan qochish maqsadida badallarni minimal darajada to'lashadi. Bu esa o'z navbatida pensiya miqdorining kam bo'lishiga olib keladi. Esda tuting, qancha ko'p badal to'lasangiz, pensiyangiz shuncha yuqori bo'lish ehtimoli mavjud. 7. Bank kartalari orqali pensiya olishdagi muammolar. Ba'zi keksa fuqarolar bank kartalaridan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Kartalardagi texnik nosozliklar, bankomatlarning kamligi yoki ularni ishlata olmaslik kabi holatlar pensiya olishni murakkablashtirishi mumkin. Shuningdek, ba'zi banklar xizmat haqi evaziga kartadan pul yechishda komissiya olishlari ham pensiya miqdorini kamaytiradi. Muammolar pensiya olish usulini tanlashda karta orqali yoki pochta orqali naqd pulda ehtiyot bo'lish kerak. Agar siz karta bilan ishlashga qiynalsangiz, pochta orqali naqd pulda olishni afzal ko'rishingiz mumkin. Chunki bu siz uchun qulayroq bo'ladi. Shu bilan birga bank kartalaridan foydalanishni o'rganish yoki yaqinlaringizdan yordam so'rash ham foydali bo'ladi. Bu kabi istisnolar va nuanslar juda ko'p. Shuning uchun har bir fuqaro o'z shaxsiy holatini yaxshilab o'rganishi va kerak bo'lsa mutaxassisdan maslahat olishi lozim. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz, aziz tomoshabinlar, o'zingizning kelajakdagi pensiyangizni ta'minlash uchun hozirda nima qilishingiz kerak? Sizga aniq ko'rsatmalar va qadamlar bilan tushuntirib beraman. Birinchi hujjatlaringizni to'liq tekshiring va tartibga keltiring. Pasport. Amaldagi pasportingiz borligiga va uning muddati tugamaganligiga ishonch hosil qiling. Mehnat daftarchasi bu eng muhim hujjat. Undagi barcha yozuvlar aniq o'chirilmagan. Xatosiz yozilganiga va barcha muhrlar tushirilganiga diqqat qiling. Agar mehnat daftarchangizda bo'sh sahifalar, o'chirilgan yozuvlar yoki muhrlanmagan imzolar bo'lsa, bu stajni tasdiqlashda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Har bir ish joyingizdagi yozuvning tartib raqami, ishga kirish va chiqish sanalari, buyruq raqamlari aniq bo'lishi kerak. Diplom va attestatlar ta'lim davrlarida ham staj hisoblanishi mumkin. Shuning uchun ta'lim hujjatlaringizni ham tekshirib qo'ying. Nikoh va tug'ilish guvohnomalari, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, bu hujjatlar juda muhim. Ish haqi ma'lumotnomalari. Agar eski davrdagi, masalan 2005 yilgacha bo'lgan ish haqingiz to'g'risida ma'lumotnomalar saqlanib qolgan bo'lsa, ularni ham saqlab qo'ying. Ular pensiyani hisoblashda kerak bo'lishi mumkin. 2. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ish stajingizni va to'langan badallaringizni aniqlashtiring. Qayerga borish kerak? Siz doimiy yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz kerak. Nima qilish kerak? Siz u yerda o'zingizning ish stajingiz va pensiya jamg'armasiga to'lagan ijtimoiy sug'urta badallaringiz haqida ma'lumotnoma olishni so'rashingiz mumkin. Bu ma'lumotnoma sizning rasmiy ish stajingizni, qaysi davrlarda ishlaganligingizni
va qancha badal to'laganligingizni ko'rsatadi. Bu ma'lumotni shaxsiy kompyuter va internet orqali ham agar e-davlat xizmatlari portalida shaxsiy kabinetingiz bo'lsa olishingiz mumkin. Bu ma'lumotnoma bilan mehnat daftarchangizdagi yozuvlarni solishtiring. Agar qandaydir nomuvofiqliklar, yetishmayotgan davrlar yoki noto'g'ri yozuvlar aniqlansa, darhol choralar ko'rish lozim. 3. Yetishmayotgan hujjatlarni to'plash va tasdiqlash choralarini ko'ring. Agar mehnat daftarchangizda staj yozuvlari yetarli bo'lmasa, avvalgi ish joyingizning kadrlar bo'limiga yoki tashkilot arxiviga murojaat qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman, shahar davlat arxivi yoki tegishli tashkilotning yuridik vorisi arxiviga murojaat qiling. Ulardan ish stajingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olishingiz kerak. Agar arxivda ham ma'lumotlar topilmasa, bu holda sudga murojaat qilishdan boshqa chora bo'lmaydi. Sud orqali ish stajini tasdiqlash uchun sizga kamida 2 nafar o'sha davrda siz bilan birga ishlagan guvohning ko'rsatmasi kerak bo'ladi. Bu guvohlar sizning o'sha korxonada ishlaganligingizni tasdiqlab berishlari lozim. Bu jarayon ancha vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun bunga oldindan tayyorlaning. Rasmiyatchilik barcha ma'lumotnomalar rasmiy blankalarda, korxona muhri va mas'ul shaxs imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart. 4. Mutaxassisdan maslahat oling. Hech qachon shu o'sda qolgan ma'lumotlarga to'liq ishonmang. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari, yuridik klinikalar yoki ishonchli advokatlar bilan maslahatlashing. Ular sizning shaxsiy holatingizni to'liq o'rganib chiqib, eng to'g'ri yo'l yo'riqni ko'rsatishadi. Pensiya yoshiga yaqinlashganingizda, masalan, 3-5 yil oldin pensiya jamg'armasiga borib, pensiyangizni oldindan hisoblatib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bu sizga qancha pensiya olishingizni taxmin qilish imkonini beradi va agar kerak bo'lsa, yetishmayotgan stajni to'ldirish yoki hujjatlardagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun vaqt topasiz. 5. Agar huquqingiz bo'lsa, pensiyangizni qayta hisoblash uchun murojaat qiling. Agar siz pensiya yoshiga yetganingizdan so'ng ishlashda davom etgan bo'lsangiz yoki yangi hujjatlar topib stajingizni to'ldirgan bo'lsangiz, pensiyangizni qayta hisoblash uchun murojaat qilishingiz mumkin. Bu avtomatik tarzda amalga oshirilmaydi. Kerakli hujjatlar: qayta hisoblash uchun ariza, pasport nusxasi, mehnat daftarchasi asli va nusxasi, ish stajini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar. Ish haqi ma'lumotnomalari agar kerak bo'lsa, doimiy ravishda yangiliklardan xabardor bo'ling. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda o'zgarib turadi. O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini kuzatib boring. Ishonchli yangilik manbalarini o'qing. Bizning kanalimizda ham doimiy ravishda bu kabi dolzarb ma'lumotlarni berib boramiz. Hukumat qarorlari va prezident farmonlarida pensiya ta'minoti bilan bog'liq yangi o'zgarishlar e'lon qilinadi. Ularni o'qib tushunishga harakat qiling. Bu qadamlarni bajarish sizga o'zingizning pensiya huquqlaringizni himoya qilishga va kelajakda munosib pensiya olishingizni ta'minlashga yordam beradi. Esingizda bo'lsin, sizning harakatingiz va faolligingiz juda muhim. Xulosa va yakuniy hukm demak, bugungi videomizda biz pensiya tizimidagi muhim o'zgarishlarni va ularning sizning pensiyangizga qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqdik. Ko'rib turganingizdek, pensiya miqdoriga nafaqat ish staji va ish haqi, balki rasmiy badallar, hujjatlarning tartibli bo'lishi va sizning faolligingiz ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ba'zilar ancha katta miqdorda pensiya olish imkoniyatiga ega bo'lsa, boshqalar afsuski hech narsasi qolishi ham mumkin. Shuni unutmang, sizning kelajakdagi farovonligingiz bugungi harakatlaringizga bog'liq. Hujjatlaringizni tartibga keltirish, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish va huquqlaringizni bilish bu juda muhim. Ertaga kech bo'lmasdan bugunoq choralar ko'rishni boshlang. Aziz tomoshabinlar, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu mavzu bo'yicha sizda qanday fikrlar bor? Siz pensiya tizimidagi o'zgarishlarni qanday baholaysiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va savollaringizni yozib qoldiring. Har bir izoh biz uchun qimmatlidir. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz yana ko'plab foydali va dolzarb ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va farovon yashang.